Ludamallar, stavka qilib yutkizib turibmizlar. Bilaman, yutkizishlar ko'p. Bu yutkizishlardan keyin sizlarda shu o'y xayolda shu yutkizilgan pulni yutib olaman deb harakat boshlanadi. Qarz olasiz, tanish bilishlardan pul olasiz. U olingan qarzni ham yutkizasiz. Qarzdorlik botqoqiga yana botib, tubanlashib ketyapsiz. To'g'rimi? Bugun men bir voqeani aytib berib o'taman. Bu inson haqida bir gapirishdan oldin men shu oldin o'zim stavka qilib yurgan paytlarimda shu kelishilgan o'yinlar, dogovorniy matchi degan narsalarga ishonmas edim. To'g'ri, o'zi qimorboy yerda bir taraf bilan bir taraf kelishib, o'rtada kimdir manfaatdor bo'ladi. Bukmekerlik kantonalarini hech qachon yutib bo'lmaydi. Ular hech qachon yutkizmaydi ham. Ular o'ynatayotgan odam har doim yutuqda bo'ladi. Bukmekerlik kantoralar shunday narsa ekanki, kelishilgan matchlar, hammasi dogovorniy matchlar ham, hammasi bor ekan buning ichida. Bir misol tariqasida men bir tanishim bor. U tanishim o'ziga to'q oila, tadbirkor, lekin uning ukasi futbolist, futbolchi, O'zbekistonning bir mashhur klubida futbol o'ynagan. Shu ukasi orqali ukasi telefon qilib akasini, og'asini telefon etib, "Og'a, bugun o'yinda 3 ta gol bo'ladi. Biza 3 dan ko'p gol uramiz" deb ma'lumotlar bergan. Men shunda ishonganman, ungacha ishonmaganman kelishilgan o'yinlar to'g'risida. Bu ma'lumotlarni olgandan keyin shu tanishimiz oldin futbol olamiga, qimor olamiga umuman qiziqishi bo'lmagan inson, tayyor narsaga pul tikaman, bir 2 soatda pul yutib olaman deb boshiga shunday boshlangan, to'g'ri, aniq ma'lumotlarga ega, har doim qo'yadi, har doim yutadi. Bu oddiy holga aylanadi. Bu o'yin ichiga kirgandan keyin tubanlashib, to'g'ri, har doim yutish bo'lgan. Pul ahamiyatsiz narsa bo'lib qolgan hayotda. Keyin borib uje katta summalarga o'tiladi. Har doim ham inson yutavermaydi. Kelishilgan o'yinlar ham ssenariydan o'zgarib ketadi. Kunlarning bir kunida shu katta summalardan tikib yutkiziladi. Shu yutkizilgan pullarni qaytarib olaman deb yana o'ynaydi, yana qarzlarga kiradi. Shu bilan bu insonning hayoti qanday tugadi deb o'ylaysiz? Qimorda yurgan inson bor ekan, hech qachon uni hayoti yaxshi tomoni o'zgarmaydi. Men bunga kafolatan beraman. To'g'ri, hozir kimdir katta summalarni yutib yurgan bo'lishi mumkin, uy qurgan bo'lishi mumkin. Buni oxiri oqibat borib yaxshi narsaga olib kelmaydi. Baribir qarzdorlik botqaga kirib, o'sha qurayotgan uyni ham yutkizib yuborishi mumkin. Bu qahramonimiz, tanishimiz shu ukasi ma'lumot beradi. O'zbekiston chempionatida mashhur klublardan bittasida o'ynab, har doim shu ma'lumotlar berib, yutib yurgan akasi, og'asi yutib yuradi. Keyin oxiri hech narsasiz qoladi bu bola. Uylarini sotadi, bor budini, pullariga hamma narsasini yutkizib yuboradi. Hozir shu insonni yon atrofida hech kim yo'q. Oldin puli bor paytda do'sti, yori bo'lgan, hozir hech kim yo'q. Hozir shu qimor botqoqligiga kirib, hammadan qarz, uyi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Bu bilan men nima demoqchiman? Hozirgi yoshlarga, hozir hamma tez boyib ketaman, oson pul topaman deb bilar bilmas shu qimor olamiga kirib turibdi. Qimor olamiga girmagan taqdirda ham 1,5 yil oldingi voqeani eslang. Hamma shu pul topaman, oson pul topaman deb Afif prilojeniyasi chiqdi. $500 tikasan, nimadir kliplarga like bosasan, pul ishladilar. Oson deb. Keyin oxiri nima bo'ldi? Aksiya e'lon qildi, hamma borini tikdi. Bu kompaniya prilojeniyani yopdi. Hamma puliga kuyib qoldi. Hech qachon oson boyishni o'ylamaslik kerak. Kasbing bormi, mehnat qilish kerak, haloldan rizq qilish kerak. Meni murojaatim shu vaqtida to'xtatish kerak. Agar sen hozir qimor ichida bo'lsang, vaqtida xulosa qilmasang, ertang buni oxiri yomon narsalarga olib keladi. Har qancha o'zingga ishonma, hozir o'yindamisan, o'ynab yuribmisan, yutkizishing aniq. Aksincha sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan.
shu videoni qimor o'ynab yurganlari, qimor o'yinidan aziyat chekib yurgan yaqin insonlari bor odamlarga jo'natib qo'yinglar. Kimdadir bitta insonni qutqarib qolsak, bu video bejiz emas deb o'ylayman. Bu aytib turgan gaplarim haqiqiy, real voqealar. Chunki qimor baribir to'g'ri sen yutishing mumkin, oxiri shu yutgan pulingdan hammasini yutqizasan, keyin boshqa joylardan pul topib, qarz olib, kredit olib yana yutqizasan. Vaqtida xulosa qiling, to'xtating, hayotingni qutqar. Qimor bu tuzoq.